Assalomu alaykum ahli YouTube. Oybek Qosimov vlogining mehmonlari. Assalomu alaykum millionerlar. Siz bu videoni ko'ryapsiz, bir kun kelib ana millioner bo'lasiz. Iloji yo'q-da. Chunki siz men bilansiz, menda obuna bo'lgansiz. Xo'sh, bugun sizlarga Telegramda gapni eshitgan bo'lsanglar, eshitmagan bo'lsa, uni ham eshitib qo'yinglar. Bu ham xuddi shunday mavzu. Atrofdagilarni o'zgartiring. Atrofdagi o'zingizga o'xshagan bir maqsadli odamlarni topishga harakat qiling. Bu nimaga kerak? Mana men aytayapman, agar siz bironta joyda o'tirsangiz, ketdik qilib kelamiz desa, kim chiqadi qittiq qilgani? Qittiq qiluvchilar chiqadi. Ya'ni siz atrofingizda qittiq qiluvchilar bilan va sigaret chekmoqchi bo'lsangiz, sigaret chekuvchilarni yig'asiz. Ya'ni sizni atrofingizda odamlar qanaqa bo'lsa, siz ham xuddi shunday bo'lasiz. To'g'risini aytib bering. Chunki bu juda katta rol o'ynaydi. Agar sizni atrofingizda odamlar hech qachon $10,000 pul qanday qilishni bilishmasa, ular sizni boshingizga yoradi. Jinnimisan, molmisan? Men 20 yildan beri ishlayapman zavodda yo bitta joyda, lekin hali bunaqa $10,000 ishda bo'lmaydi deydi. Lekin u ko'rmayaptiki, ishto Bill Gates, Brian Tracy degan odamlar bor. Tiqilyapti-yu millionerlar. Malibuda enasini pulga olgan yo'q, to'g'rimi? Malibuda enasini pulga olgan. O'sha millioner. O'sha pul qilishni biladi. U ham sizga, menga o'xshagan odam, og'zi ikkita burni, teji, qulog'i hamma yo'q, bir xil. Faqat uni fikrlash ongi balandroq. Chunki u odam men bilan siz misol uchun 1 sekundda $10,000 qilishni bilmayman, to'g'risi bilmayman hali 1 sekundda $10,000 qilishni. Lekin o'rganyapman, chunki shunaqa odamlar bor. Ular deb peshiga $10,000 chiqadi. $10,000 chiqaveradi-da, tushunyapsizmi? Men ana shunga intilyapman, ana shunga harakat qilyapman. Bu misol uchun $10,000 menga 1 soatda kerak emas, prosta shaxsiy rivojlanish, hayotda yaxshi yashash, atrofdagilarga yordam berish, ya'ni maqsadni yaxshilash, tushunyapsizmi? Agar siz boshqa odamga $10,000 pul topsa bo'ladi, siz jinnimisan deysiz. Chunki u odamning ongiga sig'maydi bunday qilib pul topish, tushunyapsizmi? Vodga masala. O'shuning uchun atrofdagilarni o'zgartiring. Mana men hozir daniman, men sizlarga bilinyaptimi? Shohimordonda turibmiz. O'zimizning biznes soobществоsi bilan, mana ko'rsataysizlarga ana. Biznes soobщество. Biz 14 kishimiz, umumiy 14 kishimiz. Hammamizning maqsadimiz bir. Biz biznes qilish, shaxsiy rivojlanish. Qo'lim tolib ketdi, selfie mashina olib ketdi. Ya'ni maqsadimiz bir. Biznes qilish, shaxsiy rivojlanish. Bular hammasi biznesmen. Biznesmen bo'lmagani orada tushib qoldim biz oramizga. U ham biznesmen bo'ladi. Chunki iloji biznesmen bo'lishga majbur. To'g'risi. Nimaga? Eng qizig'i 14 xil yo'nalishda 14 xil odam, 14 xil biznesda. Hammamiz bir-birimiz bilan maslahatlashamiz, fikr almashamiz. Voy, seni biznesing qana ketyapti? Qana. Chunki biz bir-birimizga konkurent bo'lmaymiz, kerak bo'lsa bir-birimizga sherik bo'lamiz va bir-birimizni rivojlantiramiz. Men endi oxir oqibatda bo'la bilaman. Mana men Bashirda odamlar bor, olarida kimdir oyiga $200 ishlaydi. Kimdir to'g'risi 3 haftada $5,000 ishlagan odam ham bor. 3 haftada, bir oyda $5,000, $10,000 topadigan odamlar ham bor shu yerda oramizda. Ana shular bizga o'rgatadi, biz ularga o'rgatamiz. Ular navik oladi, ya'ni o'rgatish, ya'ni qanot oladi. Chunki men ana biznes kursim bor-ku, onlayn YouTube'dagi biznes kursim. Nimaga men uni ochdim? Birinchi o'rinda maqsadim odamlarni pul topishni bilmayotganlar, nimalarni men $5,000, $10,000 pul pulishni o'rgatyapman. Ya'ni ularga najot beryapman. Ular oralarida kimdir $5,000 unda ko'rmagan, lekin mana shu $5,000 oson. Chunki men bilaman $5,000 qanday qilib qilishni, 2 oy, 1 oyda $5,000 pul qilishni bilaman. Ana shularni o'rgatyapman. Ularni shu okrujeniyga tiqyapman. Ular men bilan bo'lishyapti, men bilan muloqot qilishyapti. Oxir oqibat bir kun kelib ular shuni pul topishadi. Men qanot olyapman, o'zimga qanot. Ya'ni ana shular meni do'stlarim, meni okrujeniya, meni qanotlarim. Mana hozir 100 tadan oshiq o'quvchim bor. Men bilmayman, Qozog'istonga borsam ham menga joy bor, Toshkentga borsam menda doim biznes bilan yordam qiluvchi do'stlarim bor. Va bu do'stlarim shaqa kelsa ham, to'g'risi men ular bilan ko'rishaman. Shogirdlarim kelsa ham, Oybek aka men keldim o'tsa, men ko'rishni vaqtini ajrataman, chunki u meni shogirdim. Men 5 minut, 10 minut bo'lsa ham mana shogirdim bilan ko'rishib, bitta Instagramga qilib rasmga tushish uchun ham nima bo'lyapti, nima yuryapti, nima yurmayapti, nima qilmayapsan, nimaga $5,000, nimaga $5,000, $50,000 bo'lmayapti deb ularga yordam beraman. Chunki bu okrujeniya. Shunday sizga atrofdagi okrujeniyani o'zgartiring. Harakat qiling. Men o'zgartiring deb do'stlarni o'zgartirib olmayotganim yo'q. Prosta yana ham yangi odamlar bilan tanishish uchun bitta maqsadli odamlar bilan ana shu yerga boring, do'stlashing. Biznes qilmoqchimisiz? Biznes treninglarga boring. Kimni topasiz? Biznes treningda biznes qilmoqchi bo'lganlar bilan tanishasiz. Ana shu odamlar sizga qanot bo'ladi. Mana shular bilan hammasi bilan mana shu biznes treningda tanishganman. To'g'risi. Hammasini maqsadi biznes qilish.
Sizlar bilan men Oybek Qosimov Shohimordonda yakshanba kuni mana biznes jamoamiz bilan razbor ketyapti. Ya'ni biz birimiz razbor plus dam olish. Zo'rki xudo xolasa mana shu dam olishlarni chet davlatlarga ham chiqib kelish maqsadimiz bor. Va bundan tashqari men o'zim o'quvchilar bilan ham aytib beraman, maqsad bolalar ko'rayotgan bo'lsalaring, davay soqqani qilinglar. Xudo xolasa 2020-yili Dubayning bitta shahrida ko'rishimiz kerak. Dam olib, soqqani qilib. O'quvchilar bu sizlarga tegishli. Sog' bo'linglar.